Mana bu o'tgan ahvolga qarang. Yangi Toshkentda qurilish ketayotgan joy. Yo'l. Anaqdan beton, hamma narsa o'tadi. Ahvol shuki, mana bu yo'l bo'yida u yoqda ko'rinyapti stalbalar. Mana ahvolga qarang. 2-3 kilometr joy qulagan. Mana. Mana bu yerda mana bu aka ko'rayotdi, beton olib ustiga qulab tushdi. Qo'sh dedik, ulgurmadi. Mana. Bunaqa tezlik bilan quladiki, hammasi bir chekkadan hamma joy vayron bo'ldi. Yo'lma ham ketgan. Yo'qtacha. Dals. Nima sababdan quladi, nima bo'ldi bilmaymiz. Ham yerda ariq o'tgan. Suv bor. Yo'lda qurilyapti. Bunga hamma joyga qurilish ketyapti. Bu yerda ham yo'qda beton tashiydi mashinalar, bu yerda yuk og'ir yuklar o'tadigan yo'l. Biz talabalar qilyapti. Yo'lni yo'q tashagan. Aytda ariq o'tgan, tagidan bo'lgan sifatsiz stalba hammasi sinib yotibdi. Armaturasi ham yo'q dashi ichini. Bunda qulagani uzilib tushyapti. Qulagani tubidan uzilyapti. Mana. Yo'q deb, короче, sifatsiz narsa olib kelib qurishgan. Davlat o'zi ishlagan narsa. Kimga qildirgan, kim qilgan hech kim bilmaydi. Shuncha yo'l bo'yi, shuncha mehnat. Yomon bo'ldi, короче. Hali ham to'ki yo'q ekan, buni ustiga tushgan payti hech narsa qilmadi. To'ki o'chgan ekan o'sha bu yerga kelguncha. Boshqa mashina qolmadi tagida. Bitta shu mashinani ustiga tushdi, u yoqda hech narsa bo'lmagan.